Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz she'rsevar do'stlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz tavakkal. Salbiy ijobiymi, farqi yo'q ey do'st. Dilingda borini elga aytib tur. Aytgan deganingdan kim ko'rsa foyda, senga ham, unga ham yetadi huzur. Munosabat turli rangda bo'ladi, qaysi rangda bo'lsin, bir minusi bor. 100% baraka topish mumkinmas, bahoring ketadi, yog'ib qo'yar qor. Tavakkal ne'mati ozmi ko'pmi manfiy, kiftingdan yukni yengillatadi. O'ychi o'ylanguncha tavakkalchilar murod maqsadiga tezroq yetadi. Boshingni og'ritma, sobit bo'laver. Harakating bo'lsa, Alloh madadkor. Xorlanish, zavqlanish umriy hol emas. Tavakkal muhimroq, afsusdir inkor. Allohim xohlasa, begubor bir qalb yo'ling yorituvchi chiroq bo'ladi. Tavakkal qil ey do'st, begubor yurak ta'nadan yiroq bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh, ya Alloh. Tavakkal qil ey do'st, begubor yurak ta'nadan yiroq bo'ladi. Tavakkal qil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.